Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Quyosh panellari mavzusi bo'yicha turkum videolarimizni yana davom ettiramiz. Bugun ajoyib bir test qilib ushbu videoda ko'rsatamiz. Bunda bizga Rozboy yordam beradi. Rozboy kompaniyamizda Flexi Energy'da sotuv menejeri sifatida ishlaydi va shuningdek quyosh panellari, quyosh fotostansiyalar bo'yicha ko'p yillik tajribaga ega mutaxassis hisoblanadi. Xo'p, Rozboy bugun qanday test tahlilini o'tkazamiz? Bunda mijozlarimiz, umuman yurtdoshlarimiz nimalarga guvoh bo'lishi mumkin? Topgan texnologiya bo'yicha ishlab chiqarilgan Jenko 625 vatlik hamda Basic texnologiya bo'yicha ishlab chiqarilgan Longi Himo X10 635 vatlik panellar taqqoslab ko'ramiz. Taqqoslab ko'ramiz. Bu odatiy va soyalanish jarayonida. Xuddi shunday ham. Tushunarli. Demak, boshladik. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, like bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Mana seriyalarni ko'rib o'taylik. 635 watt Longi Himo X10. Demak, Longi Himo X10 635 watt. Umumiy 625 watt. Demak, Longi Himo X10 635 wattlik panelimiz 625 watt beryapti. 29 oktyabr 12:00. Tak, ishonmaganlar uchun mana 12:02 bo'libdi. 12:02 da 625 watt beryapti. Demak, Longi Himo X10 635 wattlik panelimiz 12:02 holatiga 29 oktyabr 620 watt beryapti. Mana Longi Himo X10 635 wattlik panelimizni test qilib ko'rdik. Endi Jenko 625 wattlik panelimizni test qilib ko'ramiz. Xo'p, panelni modelini ko'rsatamiz. Mana marhamat. Mana shu modeldagi Jenko panel 605 watt samara beryapti bu. Soatni ham ko'rsatamiz. Demak, soat 29 oktyabr soat 12:05 holatiga 625 watt Jenko panelimiz 605 watt atrofida generatsiya qilyapti. Ikkinchi urinishda, uchinchi marta reset qilamiz va buni qayta natijasini ko'ramiz. 603 wattga tushdi. Mana azizlar, odatiy ish rejimida panellar qancha watt berayotganini ko'rib o'tdingiz. 29 oktyabr sanasi bo'yicha panellar hali uncha qizimagan, yanasa ancha yuqori yaxshi natija berdi. Ana endi biz soylantirib ko'ramiz va soylanishda qanday natija beradi buni tekshirib ko'ramiz. Oradan biroz vaqt o'tkazib, ikkala panelni qizigan sharoitida soylantirib natijasini ko'rsatamiz. Birinchi testimiz natijalariga ko'ra Longi Himo X10 635 watt va Jenko Solar 625 wattlik panellarimiz ekranlaringizdagi natijalarni berdi va bunda foizda ustunlik Longi Himo X10 635 watt panelda bo'ldi. 3.31% ko'proq elektr berdi. Demak, mana 29 oktyabr soat 12:56 oradan shuncha vaqt o'tdi. Bu panellar anchagina qizigan. Biz hozir buni soyalantirib tekshirib ko'ramiz. Natijaga guvoh bo'lasiz. Soyalantirib ko'ramiz. Mana bunday maxsus. Birinchi yosh egasiga qo'ydik. Ana endi bu yerdan tekshiramiz. Xo'sh, gradusini biz teginmadik. Mana shu konstruksiya bo'yicha turibdi. Demak, Longi Himo X10 da soylantirganimizda 422.9 watt berdi. Yani ikkinchi marta reset qilib ko'rdik. Qani? Qanday natija bo'lar ekan? $432 watt maksimal berdi. Mana Longi Himo X10 635 wattlik panelni test shaklida soyalantirib sinovdan o'tkazdik. Ana endi Jenko 625 wattlik Topcon texnologiyadagi panelni biz soylantirib tekshirib ko'ramiz. Mana bu qog'ozimizni, kartonimizni mana shu xuddi shunday joyiga qo'yib, mana ko'z oldingizda sinovdan o'tkazamiz. Bu tarafini qo'ysak tushmay ekan. Ketdi, mana qo'yildi. Ana endi keling tekshirib ko'ramiz, natijalar bilan guvoh bo'lamiz. 625 wattlik quyosh paneli 340 wattga tushdi.
Demak 625 va yana bir marta bosib ko'ramiz. Xo'sh. 625 va Jinko Topcon texnologiyadagi panelimiz soylantirganimizda birinchi natijada 340 watt berdi. İkinci natijada 341.7 watt berdi. Demak, mana ko'z oldingizda biz ikkala panelni ham soylantirib, tekshirib ko'rdik. Chekkaga olib qo'yamiz. Demak, ikkinchi testimiz ham yakunlandi. Bunda Longi Haymo X10 635 watt va Jinko Solar 625 wattlik panellarni taqqoslab ko'rdik. Foizda ustunlik bo'yicha Longi Haymo X10 635 wattlik panelimiz 26.63% ko'proq natija berdi. Quvvatiga nisbatan samaradorlik Longi Haymo X10 panelida 68.1% bo'ldi. Quvvatiga nisbatan samaradorlik Jinko Solar 625 wattlik panelida 54.7% bo'ldi soyalanish berilganda. Demak, mana test tahlilini o'tkazib oldik. Endi Ro'ziboy, sizga qisqacha savolim bor. Nima uchun yozdagiga nisbatan kuzda, mana oktyabrda 29 bo'lsa, ishlab chiqarish kamroq vaqtlari. Bu panellar yozga nisbatan energiya ishlab chiqarish kamayishiga sabab quyoshdan ancha uzoqlashdi. Quyoshdan kelayotgan nur radiatsiya silabiylashgan, kamaygan. Sababi radiatsiya 200 dan yuqoriga bo'lgan taqdirda quyosh paneli yaxshi ishlaydi. Plus 25 gradusda temperaturada yaxshi ishlaydi. Hozir 25 gradus nimaga quvvat ko'tarilmayapti, temperatura yaxshi-ku degan savolga javob endi radiatsiya kamaygani hisobiga energiya kamroq ishlab chiqaryapti. Unda quyosh fotonik stansiya qachon eng maksimal pikida ishlaydi? Mana bir marta tekshirganimizda yozda salqinroq o'sha 10 lar atrofida tekshirganimizda 640 wattlik panel 670-680 gacha chiqdi-da. Endi yil fasllariga olganda may, iyun oylarida eng maksimal energiyani olsak bo'ladi. Qanday omillar panel generatsiyasiga ta'sir qiladi ishlab chiqarishiga? Ob-havoni yomon muhit ham ta'sir qiladi, chunki ustun chang, loy bosib qolsa, undan tashqari temperaturani minusga yoki plyusga ko'tarib ketishi. Masalan, Longi Haymo X10 panellarda minus 40 gradusdan plyus 85 gradusgacha ishlaydi. Panel juda qattiq qizib ketsa ham, juda qattiq sovib ketsa ham ishlamaydi. Energiya ishlab chiqazmaydi. Masalan, minus 40 gradusda quyosh paneli umuman energiya ishlab chiqazmaydi. Plus 85 gradusda ham xuddi shunday. Tashqi muhitda temperatura 50 gradus bo'lganda bu panel ustida temperatura undan yuqori bo'ladi. Chunki qora desam yarim o'tkazgich buni elementi toza kremniy hisoblanadi. Monokristal panel, yakka elementdan tashkil topgan panel. Bu panelga nisbatan Longi Haymo X10 panelimiz nisbatan ko'p ishlab chiqarishi Jinko panelga nisbatan o'tkazgichlari orqa tomonga olinganligi. Bakkattak texnologiya. Kontakt orqa tomonga o'tkazilgan. Bunda esa kontakt oldi tomonda. O'tkazgichda issiqlik temperatura oshsa, o'tkazgichda qarshiligi oshadi. Shuni sababidan bunda temperatura bunga nisbatan panel ustida yuqori bo'ladi. Jinko panelda ishlab chiqarishi asosiy omili, ta'sir qiladigan omili bunga temperatura yuqoriligida panel effekt tashlaydi. Longi Haymo X10 panelga nisbatan. Xo'p, Ro'zboy, mana quyosh fotonik stansiya o'rnatgan yurtdoshlarimiz yoki endi o'rnatmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga ikkita yaxshi maslahat bersangiz, maksimal samara olish uchun quyosh fotonik stansiyasidan. Yurtdoshlarimizga ikkala panelni ham tavsiya qilamiz, lekin oxirgi texnologiya, yangi texnologiya bo'yicha ishlab chiqarilgan panelni ko'proq tavsiya qilyapmiz. Sababi bunda foydali koeffitsiyenti yuqori, tok kuchi yuqori, boshqa panellarga nisbatan effektivniy jihatdan ancha samarali ishlab chiqarilgan texnologiya bo'yicha ishlab chiqarilgan panel. Lekin narx jihatdan Jinko baribir yaxshiroq hozircha. O'rtacha narxda Jinko panellar yoki bo'lmasa shu Topcon texnologiya bo'yicha ishlab chiqarilgan panellarni tavsiya qilamiz. Agar moliyaviy muammolar bo'lmasa, Longi Haymo X10 panellarni tavsiya qilib qolamiz. Shunday. Mana azizlar, umumiy test tahlilini qilib o'tdik. Ko'pchilik
test tahlilini o'tkazayotgan bloger deymizmi, kompaniyalar nomma-nom aytishdan sal yiroq bo'ladi, lekin biz ochiqchasiga nomma-nom aytib, vatlargacha aytib, sizning e'tiboringizga havola qildik. Biz qaysidir brendni yomonlamoqchi emasmiz, real sharoitda qanday ishlab chiqaryapti. To'g'ri, buni laboratoriya sharoiti bor. Laboratoriya testida bu aniq qanday ishlayapti yoki ishlamayapti, sifatli emasmi, bunga baho beruvchi mutaxassislar bor o'zini. Lekin biz o'sha jaydari ko'rinishda biz test tahlilini o'tkazib ko'rdik. Natijalar o'zlaringiz ko'rganingizdek bo'ldi. Ikkala panel ham yaxshi, ikkala panel ham dunyo bo'yicha quyosh forak stansiyalarga mahsulot yetkazib berish bo'yicha birinchilardan o'rinda turadi. Shuning uchun istasangiz Longi Haymo X10, istasangiz Jinko brendiga tegishli istalgan vattdagi panellarni, endi ko'proq 600 vattdan yuqorisini tavsiya qilyapmiz. Xuddi shu. 600 vattdan yuqorisini istasangiz xayr qilsangiz maksimal quyosh forak stansiyangizdan natija olishingiz mumkin. Demak, mana ko'rib turibsiz, umumiy tahlilni o'tkazib oldik. Barchangizga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz obunachilari 20 mingtaga yetgan kuni biz 5 kilovatlik quyosh forak stansiyamizni bitta yurtdoshimizga bepul o'tkazuvchi holatda o'rnatib beramiz va buni YouTube kanalimizda ko'rsatamiz. Ko'pchilik kommentda yozibdi, bu bo'lmagan gap, ishonish qiyin deb, lekin ishonavering. 20 mingtaga yetgan kunimiz va Telegram kanalimizda e'lon qilamiz. Buni jonli efirni o'tkazib olamiz, g'olibni aniqlaymiz va ushbu jarayonni YouTube kanalimizda to'liq e'tiboringizga havola qilamiz. Barchangizga rahmat. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ying. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Yana qanday testlarni o'tkazishimizni xohlaysiz? Ochiqchasiga nomma-nom aytib, bemalol tahlil qila olamiz. Barchangizga rahmat. Salomat bo'ling.